Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Xarmon adashmasam ko'p vaqtdan beri to'y proyektimizni chiqarmagan edik kanalimizda hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa Xorazm to'y dasturxonlari proyektimizni navbatdagi obzorni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Har doimgidek Mirzabek Power do'stimiz bilan bugun Xazaris tumani Bobo Gujun to'yxonasida xizmatdamiz hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa ushbu videorolikimizda Mirzabek Power do'stimizni sizlarga dasturxonni bezatish jarayonlarini, xizmatlarini, xizmat haqqi necha so'm bo'lib turganlarini video davomida sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Videorolikimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Esa sizlar bilan birgalikda hozir ichana kiramiz. Assalomu alaykum, Xormon. Sog'liq yaxshimi? Sayxon, bo'lmisiz, yo'qsiz. Ko'p vaqtdan beri chiqmadi-g'iz. Omburonani chaqirib Rossiya. Necha yangiliklar bo'lib turibdi dasturxonda? Bobo Gujunda Xazarisdamiz. 75 stol, 750 adam. Xizmatimizda yana chiroyli etib berdik dasturni. To'ychina telefonimni, Instagram'ni rasmini ko'rib, shunga qarab paket etib berdim. Yana binoda yana xudo xolasa birinchi ko'rsay, bir ovqat chiroyli etib modar etib beramiz. Sela ananas, chaka-chukka, suv napitkalar bor. Misoya satilarimiz bor yana. To'qa satilarimiz bor, 3 kilo salatlarimiz bor. Çeri pomidorlarımız, içimlik Saloni var, bor. Nara satilarimiz ham bor. Chiroyli etib berdik. To'yni xizmatida etib. Shohona bo'pti. Evet. Kim to'yxona ham yangi ochilgan to'yxona ekan. Fayzda to'yxona ko'rib turganmiz bu narsa. Chiroyli shohona to'yxona. Mirzabek, xizmat haqqi necha so'm bo'ldi? Xizmat haqqi xudo xolasa telefonga chiqsa kelishaveramiz. Yetar yetmas yurtdoshlarimiz bo'lsa, kam ta'minlanganlar bo'lsa, ular ham yordam qo'lini cho'zasiz. Ketaveradi. Gap telefonda shu sezon ertaroq belgilatilib, ertaroq xizmat etib beraman. Biroz ham vaqti bohadan palovi, kechki ovqati, hammacha stollarni salatlarni qilib beraman. O'zi ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladilar, Mirzabek do'stimizni har safar chiqarib kelar edim, lekin o'rtada pauza bo'lib qoldi. Endi to'y sezoni boshlandi. To'y sezoni boshladi. Xarajatni ham yozamiz, menuni tuzamiz. Telefonlar esa bir yerda o'tirib to'yxonaga keladi, dasturni ko'rib, yozib, chizib beraveraman. Ajoyib. Zaloglar qolib belgilayveraman. Ajoyib. Gap telefonda. Kim shu Mirzabek do'stimizni xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol bog'lanaverasizlar, to'ylaringizni chiroyli qilib o'tirib beradilar. Xayr, sog' bo'linglar.